Necha keldingiz? 11ga kiryapman. Avgust 8. 11ga kelyapsan. Opangiz? Opam 18ga. 8ga. Hozir bir xonadon kelganmiz. $50,000 dan $100,000 ketar ekan. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli aziz birodarlar, musulmon aka-ukalar. Alloh subhanahu va taolo bir bandani yordamida bo'ladi, madomiki u banda boshqa bir bandani yordamida bo'lsa degan payg'ambar alayhisolamning hadislari bor. Vallohu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Shuning uchun kim yordam istamoqchi bo'lsa, Allohdan bir umid qilmoqchi bo'lsa, o'zini kasallariga yoki bir boshqa bir moddiy yoki ma'naviy yordam istamoqchi bo'lsa, boshqa bir birodarlarga yordam bersa, Alloh taolo albatta bu kishiga yordam beradi. Bundan tashqari Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Davu mardakum bis sadaqa." Kasalliklarni sadaqa bilan davolanglar degan hadislar bor. Mana shu hadislarga muvofiq qaysi bir inson bir sadaqa bilan boshqa bir kasalga yordam beradigan bo'lsa, boshqa bir sinovga tushgan, sinovga uchragan kishiga yordam beradigan bo'lsa, Alloh taolo unga yordam beradi. Befarq bo'lmasdan mana shu birodarimizni farzandlariga yordam berasizlar degan umiddamiz, chunki katta pul aytilyapti bu yerda. $50,000 dan har bitta farzand $100,000 ga mana shu operatsiyalar Turkiya mamlakatida bo'lar ekan. Inshaalloh mana shu farzandlar elimizga, yurtimizga, dinimizga xizmat qiladigan mana farzandlar bo'lib, unib o'sib yaxshiliklarini butun ota-onalari ko'rishligini Alloh taolo nasib qilsin. Mana shu oilaga o'zingizlar qo'lingizdan kelgancha yordam berishliklarini biz so'ranib qolamiz. Assalomu alaykum. Hurmatli biz internet tarmog'ida kuzatib borayotgan aka-uka, do'st, opa-singillarimiz. Hozir domlamiz aytib o'tgandek, biz bir xonadonga kelganmiz. Musibat shuhrat bu Bozorqo'rg'on shahrining o'zida toqatlar bo'lib qoladi. Shunda yonimda o'tirgan otalari hozir bir musibat kelgan holatdan gapirishlayotgan, ya'ni toqatlari yo'q. Yarisi farzandlar, kichik farzandlar 11 yashar va opasi seroz pechin, jigar kasaliga duchor bo'libdi. Sizdan so'ranib qolamiz yordaminglarni. Hozir esa embaklarini aytib o'tib ketamiz. 501 bilan 84 86 86 nomerda M-bank bor va WhatsApp ham bor. Rossiyskiy nomerida WhatsApp ekan. WhatsAppni aytib qo'yaylik unda. 79 bilan 77 636 31 88 nomerda WhatsApp bor. Shu nomerda WhatsApp bor ekan. Qaysi musofir yurtda yurgan bo'lsangiz yoki o'zimizda bo'lsangiz, M-bank bor yoki musofir yurgan bo'lsangiz, Sberbank qanaqa karta bo'lsa, otalar tashlab beradi sizlarga. Sizdan so'ranib qolamiz. Orjon akam aytib o'tgandek, hech yo'g'i videoga like bosib, podpiska qilib jo'natib qo'yishlarini so'ranamiz. Mablag'larni aytib o'tadigan bo'lsak, bu ukamiz o'ziga hozirda $50,000 $50,000 bir kishining o'ziga. Bir kishiga 50,000, ikki kishiga 100,000. Bir xonadonda ikkita musibat yetmaydi. O'zi aslida bu musibat siz bilan bizga sinov bo'ladi. Sinovli dunyoda nima deydi? Sinovda turibmiz. Shunday so'ranib qolamiz, tezroq to'xtanishini bu videoda yaqinlariga jo'natib qo'ying.